Surxondaryo viloyati qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida hududiy nazorat qilish inspeksiyasi tomonidan Jarqo'rg'on tumanida o'tkazilgan tekshiruvlar davomida qurilish jarayonlarida mavjud talablarga javob bermaydigan holatlar aniqlandi. Hozir shu haqida. Jarqo'rg'on tumanidagi Yangi O'zbekiston massivida barpo etilayotgan ko'p qavatli turar joy obyektlarida Surxondaryo viloyati qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida hududiy nazorat inspeksiyasi tomonidan navbatdagi nazorat tadbiri o'tkazildi. Tadbirda inspeksiya xodimlari hamda sinov laboratoriyasi mutaxassislari ishtirok etib, qurilish jarayonlarining amaldagi me'yoriy hujjatlar va belgilangan standartlarga muvofiqligi atroflicha o'rganildi. Surxondaryo viloyat qurilish va uy-joy sohasida hududiy nazorat qilish inspeksiyasining laboratoriya xodimlari tomonidan bugungi kunda Jarqo'rg'on tumani Yangi O'zbekiston massivida qurilayotgan 30 dona 5 qavatli 20 xonadonli uy-joyida sinov tadbirlari o'tkazildi. O'sha o'tkazilgan sinov tadbirlarida laboratoriya xodimlari tomonidan bir qator kamchiliklar aniqlandi. Aniqlangan kamchiliklar ichida betonlarning siqilishga mustahkamligining umumiy holati yaxshi emasligi aniqlanib, mana shular bartaraf etish uchun muddatli yozma ko'rsatmalar berildi. Berilgan yozma ko'rsatmalar jarayonidan bu ishlarni tekshirish, qayta nazorat qilish uchun yana sinov ishlari qayta amalga oshiriladi. Ikkinchi obyektda ham xuddi shunaqangi quyilgan betonlarga normasiga loyihada ko'rsatilgan armatura mahsulotlari qo'yilmaganligi aniqlandi. Mutaxassislar tomonidan qurilish ishlari sifati, qo'llanilayotgan materiallarning mustahkamligi va xavfsizlik talablariga rioya etilishi sinovdan o'tkazildi. Tekshiruv davomida ayrim texnologik jarayonlarga to'liq amal qilinmagani, ayrim hollarda qurilish materiallaridan foydalanishda sifat nazoratiga yetarlicha e'tibor qaratilmagani aniqlandi. Aniqlangan holatlar yuzasidan pudratchi tashkilotlar rahbarlariga belgilangan muddatlarda bajarilishi shart bo'lgan aniq ko'rsatmalar berildi. Shuningdek, kelgusida bunday kamchiliklarga yo'l qo'ymaslik, qurilish ishlarini me'yoriy hujjatlar asosida tashkil etish va sifat nazoratini kuchaytirish bo'yicha ogohlantirishlar ham bildirildi. Qurilishni tashkil qilish qoidalariga rioya etilmaganligi, qurilish materiallari chiqindilarning obyekt tozalanmaganligi, ijro texnik jurnallari va yopiq ishlar dalolatnomasi tegishli tartibda to'ldirib borilmagani sababli loyihachi, buyurtmachi va pudratchi tashkilotlarga muddatli yozma ko'rsatmalar berildi va bundan tashqari birinchi qavat ora yopma qismida yopilgan filtrlarda ishchi armatura qo'yilmasdan beton olingani sababli bularga ham o'z vaqtida bartaraf etuvchi muddatli yozma ko'rsatma berildi va joyida qurilish tashkilotlari tomonidan buzish ishlari amalga oshirildi. Bunday tekshiruvlar o'tkazilishidan maqsad yangi barpo etilayotgan uy-joylarning sifatli, mustahkam va aholiga xavfsiz bo'lishini ta'minlashdan iborat.